Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun biz sizlar bilan va'da qilingandek fu shamlarini, order blok shamlarini bulardan oldingi darslarda sizlar bilan ko'rib chiqqanimiz sababli bugun sizlar bilan biz mana shu fu shamini boshqa bir ko'rinishini, ya'ni yakunlanmagan ko'rinishini attempt fu shamlari haqida gaplashamiz va bugungi mavzuyimizda biz sizlar bilan attempt fular nima, qachon va qayerda biz attempt fularni ishlatishimiz kerak, qanday biz attempt fularni ishlatishimiz kerak va qanday bitim ochishimiz kerak attempt fulardan. Va bugun sizlar bilan biz o'zimizni integratsiyamizni, ya'ni Mr. Kazinoning shogirdlari bo'ladigan bo'lsa oranglarda ko'rayotgan bu videoni, ya'ni kitob bo'yicha entry qilishni, kitobda ko'rsatilgandek savdo bitimlarini ochishni va biz biladigan, ya'ni mana shu Dino Edge Discord serveridagi ishtirokchilarni candle manipulation ssenariylari haqida gaplashib chiqamiz, ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan mana bu ssenariylarni eng muhimi, ya'ni eng muhimlaridan biri bo'lgan birinchi ssenariyni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Biz bundan oldin sizlar bilan o'tgan darsligimizda tushunganmiz, ya'ni fu shami qanday ko'rinishda bo'ladi, uni ichida qanday mantiq bo'ladi harakatni ichida, ya'ni mana bu harakat amalga oshiriladi, bu harakat nimaga amalga oshiriladi, ma'lum bir buyerlarni yoki sellerlarni o'yindan chiqarib tashlash uchun bu mantiqni, ya'ni sizlarga tushuntirganman. Agar bu darslikni ko'rmagan bo'lsanglar, birinchi bo'lib fu shami darsliklarini ko'rib chiqishinglarni iltimos qilgan bo'lar edim. So'ngra bo'lsa attempt fu shamlarni ko'rsanglar bir to'liqroq tushuncha bo'ladi sizlarda degan umiddaman. Ana endi attempt fu shamlarida xuddi biz bilgandek fu shamidagi harakat yuzaga keladi. Ya'ni mana bu harakat yuzaga keladi. Faqatgina attempt fu shamida biz bilgan mana bu harakat to'laqonli yakunlangan bo'lsa, ya'ni bu sham doji shamini ichida mana bu harakat shakllanib, undan so'ng fu shamini ichida aynan mana bu harakat to'laqonli yakunlanadigan bo'lsa, attempt fu shamida bo'lsa mana shu harakatimiz yakunlanmagan holatda, ya'ni attempt degani o'zi попытка deydi, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilganda imkoniyat yo imkoniyat emas, harakat deylik oddiy qilib, ya'ni fu shamini shakllanishiga bir harakat qilib ko'rilgan bo'ladi va vaqt yetmaganligi uchun yoki brokerning datasi har xil vaqtda bo'lgani uchun ba'zi brokerlarni bilsanglar orasida 1 soatlik vaqti bo'ladi, 1 soatlik farqi bo'ladi va mana shu farq nisbatiga mana bunday holatda bizni shamimiz yopilib qoladi. Ya'ni bizda birinchi A tasdiq va B tasdiq bo'ladigan bo'lsa, mana bu harakat to'liq yakunlanganligi uchun bizda birinchi A harakat yakunlanadi, ya'ni maksimum olinadi va so'ngra sham o'zi holati bo'yicha B harakatni yakunlamasdan mana bunday ko'rinishda yopilib qoladi shamimiz. Attempt fu shamlarida bilishimiz kerakki, mana bu harakat yakunlanmaganidan so'ng bizda bundan keyingi harakat mana shu harakatni yakunlanishiga turtki bo'lishi kerak bo'ladi va bundan keyingi holatda biz qanday ishlaymiz? Ya'ni attempt fu shami shakllanganidan so'ng biz nimani ko'rishimiz kerak bo'ladi bozorda? Biz aynan mana shu harakatni yakunlanishiga ko'ra trade qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanday? Buni hozir entrylarda ko'rib chiqamiz. Bir narsani aytib o'tmoqchimanki, ya'ni mana bu attempt fu harakatida bizda doim kitob bo'yicha, ya'ni ikki xil harakat bo'ladi. Yoki narx qaytib yana maksimum zonaga qaytib chiqadi. Mana bu yerdagi manipulyatsiyalarni to'laqonli yakunlaydi. So'ngra o'z harakatini davom ettiradi. Mana bunday ko'rinishda yakunlanadi attempt fu harakati. Yoki bo'lmasam, ko'p holatlarda attempt fu harakati bu maksimumni ham yangilamasdan yoki mana bu maksimumni ham yangilamasdan mana bunday holatda ham o'z harakatini, ya'ni manipulyatsiyani katta time frame'dagi mana bu manipulyatsiyani to'liq yakunlab qoladi. Xo'p, ana endi biz qanday savdo qilamiz bu bitimlarda? Birinchi bo'lib sizlar bilan kelinglar, Mr. Kazinoning kitobida berilgan entry bo'yicha, ya'ni mana bu entry bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz mana shu entry haqida. Xo'p, kitobda nima deyilgan? Ya'ni attempt fu harakati to'laqonli shakllanadi, yopiladi bu sham va undan so'ng bir nechta shamlar harakatida narx o'z harakatini davom ettiradi. Ya'ni sell harakat attempt fu shami shakllanib, sell harakat davom etadi. Undan so'ng bo'lsa biz nima qilishimiz kerak? Entry pointlarimiz attempt fu ichidagi, mana bu harakatning ichidagi entry pointlarimiz shamni 50% da, ya'ni shamni soyasini 50% da va
100% da bo'ladi point of entry zonamiz. Ya'ni bundan oldin sizlar bilan bilgan bo'lsak, ya'ni fu shamini soyasi boshlangan joyda va 50% da entry'miz bo'ladigan bo'lsa, attempt fu shamida bo'lsa, bu entry pointlarimiz biroz yuqoriga ko'tariladi va bizda to'liq aynan stop lossni aynan mana bu yerga qo'yaman degan nuqta bo'lmaydi fu kabi. Ya'ni fu shamida biz bilsak maksimumiga stop lossni qo'yishimizni, attempt fu shamlarida bizda to'liq ma'lumot bo'lmaydi. Stop lossimizni aynan qayerga joylashtirishimiz kerakligi haqida. Shuning uchun biz narxni kutib turamiz, harakatini, sell harakatini va so'ngra order blokka o'xshab narxni mana shu zonaga qaytib kelishini kutamiz. Mana shu zonaga narx qaytib kelganidan so'ng boshqa bir manipulyatsiya amalga oshirilishini biz sizlar bilan kutib turamiz. Yoki bo'lmasa mana shu 50% ni narx yangilab, boshqa bir attempt fu shami shakllanadi mana shu yerda. Yoki bo'lmasam attempt fu shamini maksimum nuqtasi yangilanib, ko'rib turganimizdek, so'ngra boshqa bir manipulyatsiya shakllanadi va mana shu manipulyatsiyaga biz ergashishimiz kerak bo'ladi. Buy side attempt fuda ham xuddi shunday, ya'ni 50% entry pointimiz va 100% entry pointimiz. Tushundiga narx harakat qiladi. Hozir bozorda ham ko'ramiz buni sizlar bilan. Ya'ni narx ma'lum bir harakatni amalga oshiradi, ma'lum bir pointni yangilaydi, so'ngra bo'lsa o'z harakatini ya'ni attempt fu yo'nalishida davom ettiradi. Hani bu yerda ishlash prinsipimiz qanday bo'ladi? Ya'ni katta time frame'dagi attempt fu shamini topamiz. So'ngra HTF'da ya'ni katta time frame'da narx mana shu attempt fu shamimizga qaytib kelishini kutamiz. Shakllanadi, qaytib kelishini kutamiz. So'ngra biz mana shu biz bilgan zonalarda narx urilganidan so'ng kichkina time frame'ga o'tib, manipulyatsiyani, HS manipulyatsiyani shakllanishini kutamiz va HS manipulyatsiyasi lower time frame'da shakllanganidan so'ng biz o'z bitimimizni amalga oshiramiz. RR nisbatini o'zinglar bilasizlar qanday ishlashni. Ya'ni mana shu 3 ta ketma-ketlikdagi harakatni amalga oshiramiz attempt fu shamida. Yani tushundinglar? Yopiladi sham, harakat bo'ladi, so'ngra qaytib keladi mana shu zonaga va mana shu zonadagi bo'ladigan manipulyatsiyaga biz ergashamiz. Ana endi sizlar bilan biz candle manipulation ssenariolari haqida gaplashamiz. Bu hozir sizlar ko'rayotganinglar aynan mana bunisi. Bu mana shu ko'rib turgan modellar SRTning eng asosiy modellaridan biriga o'xshaydi. Ya'ni tasdiqlari bir xil. SRTda faqatgina mana bu minimumni olinishi tasdiq bo'ladigan bo'lsa, bizda attempt fu shamning o'zini minimum olinishi tasdiq hisoblanadi. Birinchisi. Ikkinchisi bu sham 3x fu, ya'ni Mr. Kazinoning shogirdlari bo'ladigan bo'lsa, 3x fu shami ko'rinishida sizlar buni bilasizlar bu shamni. Agar o'sha flash kartlarni yoki bir ikkinchi kitobni yoki o'zini Discord serverida bo'ladigan bo'lsanglar, tushunishinglar kerak bu holatni. Va oxirgisi, oranglarda retail traderlar bo'ladigan bo'lsa, bu harakatni Morningstar ekanligini ham tushunishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni siz aynan mana shu modelni ma'lum bir konseptni o'ziga birlashtiraman. Aynan ma'lum bir konseptni o'zida bo'ladi. Ya'ni SRTda ishlaydigan bo'lsam, bu SRT bo'ladi, FUda ishlaydigan bo'lsam, bu FU bo'ladi deb ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni agar sizlar oddiy retail, ya'ni candle patternlarni retail traderlar bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar buni oddiy Morningstar shakllanishida ko'rsanglar bo'ladi. Buni farqi yo'q umuman. Faqatgina tasdiqlarida farqi bo'ladi va xohlaganinglardek ko'ringlar bu shamni, xohlaganinglardek ishlatinglar bu shamni. Ana endi men aytayotgan narsa, ya'ni candle manipulation ssenarioda nima yuzaga keladi va mantig'i nega biz bunday ishlaymiz? Nega narxni qattiq boshqa harakatini kutib, qaytib kelishini kutmasdan mana shu shamni attempt fu shamini o'zi to'liq mustahkam yopilganidan so'ng biz savdo amaliyotlarini amalga oshirishimiz mumkinligini, mantig'ini tushuntirib beraman sizlarga. Ya'ni bundan oldin bildik bizda A tasdiq va B tasdig'imiz bor va mana shu tasdiqlar bilan biz ishlashimiz kerakligini. Birinchi o'rinda TMCni boshlashdan oldin umuman sizlar bilan manipulyatsiya kuchi haqida gaplashmoqchi edim. Ya'ni sizlar doim tushunishinglar kerakki, A plus fu shami shakllangani bu ikkita mana bunday modelni shakllanganligi bilan bir xil bo'ladi manipulyatsiya kuchi. Ya'ni sell side'da, mana bu sell side'da ya'ni ikkita ketma-ket retestiga kelib, yana bir attempt fu shami shakllangan bo'lsa sizlarda mana bu yerda, bu degani ya'ni ikkita attempt fu shami shakllanishi va past tarafida, ya'ni buy side'ga mana shu manipulyatsiyadan so'ng buy side'da A plus fu shami shakllangan bo'lsa, sizlardagi mana bu yuqori sell side attempt fu shamlarning kuchi umuman yo'q bo'ladi. Ya'ni sizlar уже mana bu fu shamiga, pastdagi buy side fu shamiga
ergashib harakat qilishinglar kerak bo'ladi. Ana endi mana bu sham attempt full shami bo'lib yopilganidan so'ng biz sizlar bilan bilamiz, ya'ni aynan mana bu harakat amalga oshirilishini kutayotganimizni tushunishimiz kerak. So'ngra biz nima qilamiz? Ya'ni katta ehtimollik bilan sizlarga aytdim. Mana bunday harakat amalga oshiriladi. A pointimizga qaytib keladi. Ma'lum bir manipulyatsiya pointimiz bo'ladi, chunki biz bilamiz mana bu yerda manipulation yuzaga kelgani. Va aytmoqchi bo'lganimki, undan keyingi sham aynan mana shu manipulation pointga keladi. Mana bunday holatda yopiladimi sham yo bir boshqa holatda yopiladimi? Tasdig'i nimadan iborat bo'ladi? Aynan narx mana shu manipulation pointga kelib urildi va mana bu yerdagi manipulation pointdagi ma'lum bir orderlar yopilganligi yoki orderlar ustiga qo'shimcha boshqa orderlar ochilganligini va narxni kelajakda mana bunday harakatini tushunishimiz kerak bo'ladi, ehtimolligi juda ham yuqoriligini. Va ikkinchi ko'rinishi, buni sizlarga aytdim, mana bunday ko'rinish bo'ladi. Ya'ni CMCda biz candle manipulation ssenarioda biz nimani katta ehtimolligi borligini tushunamiz. Ya'ni mana bu harakatni, ya'ni narx mana bunday harakatni amalga oshirganidan so'ng katta ehtimollik bilan mana bu manipulyatsiya pointida ma'lum bir boshqa holat yuzaga keladi va narx o'z sell harakatini davom ettiradi. Ya'ni mana bu attempt full shamini to'laqonli yakunlaydi va mana bunday ko'rinishdagi bizda model shakllanadi degan tushunchamiz bor bo'ladi bizda. Ya'ni to'liq mana bu harakat undan keyingi attempt full shamidan keyingi shamda to'liq yakunlanadi degan tushuncha bilan biz qaraymiz va bunda tasdiq zonalarimiz SRTchilar deymiz biz. Bizda faqat boshqacha SRT. Xullas, ya'ni ikkita tasdiq zonamiz bo'ladi. Ya'ni mana bu A pointi va B pointi tasdiq sifatida ishlaydi biz. Ana endi biz nima qilamiz bunda? Candle manipulation ssenarioda biz qanday ishlaymiz CMCda? Biz attempt fulldan oldingi kelgan shamni maksimum pointini belgilab olamiz va attempt fulldan keyingi sham shakllanishi va bu sham mana bu shamni maksimum pointini yangilanishini kutib turamiz. Mana bunday holat yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Oddiyroq qilib aytganda. Aynan mana bu holat. Va mana shu holatga kelganida narx katta time frame'da, misol mana bu attempt full shamini sizlar 4 soatlik time frame'da ko'rayotgan bo'lsanglar, narx mana bu zonaga kelganidan so'ng biz kichkina time frame'ga o'tamiz. 30 minutlik 1 soatlik time frame'ga o'tib, mana shu yerda yuzaga kelgan full shamlari, HS patternlari yoki bir boshqa modellarni shakllanishidan biz entry qilamiz. Stop lossimiz mana shu lower time frame'dagi full shamini maksimumda bo'ladi yoki bo'lmasam mana shu SRT shamni maksimumda bo'ladi. Aynan mana bu yerda bo'ladi stop lossimiz. Ya'ni entryni mana bu yerda qilgan bo'lsak ham, agar ichkarida full shami bo'ladigan bo'lsa, ana shu full shamiga stop lossni qo'yamiz. Agar ichkarida full shami shakllanmagan bo'lsa, ya'ni boshqa attempt full shamlari, boshqa bir ssenariylar shakllangan bo'lsa, biz stop lossimizni iloji boricha maksimum nuqtaga qo'yishga harakat qilamiz. RRda savdo qilishimiz bir xil bo'ladi, ya'ni 5 RRda savdo qilamiz biz va iloji boricha mana bu tasdiqdan so'ng, ya'ni ikkinchi tasdiq yuzaga kelganidan so'ng siz mana bu yerda entry qildingiz, stop lossingizni qo'ydingiz va ikkinchi tasdiq to'laqonli bo'ldi. Ya'ni narx mana bu shamni o'rtadagi attempt full shamini minimum pointini yangilaganidan so'ng siz mana bu stop lossingizni iloji boricha bezubitkaga jildirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda entry qilgan bo'lsangiz, stop lossingiz mana bu yerda edi boshida. Undan keyin stop lossni mana shu yerga bezubitkaga jildirishingiz kerak bo'ladi. Nega? Chunki mantiq nimadan iboratki, aynan mana bu harakat shakllanib bo'lganidan so'ng siz mana bu yerda entry qilgan bo'lsangiz, narx iloji boricha kelajakda mana shu pointga qaytib kelmaydi. Ya'ni siz agar bezubitkangizni oladigan bo'lsa qaytib kelib, tushunishingiz kerak bo'ladiki, aynan mana shu CMC model yoki attempt full shami deysizmi, bu full shamini ishlash ehtimolligi juda ham past bo'ladi va kelajakda siz narx aynan mana bunday harakatni amalga oshirib yana qaytib kelib uriladigan bo'lsa ham bu yerdan retest kutmaysiz, ya'ni mana bu attempt full shamidan retestni kutmaysiz. Va agarda entry qildingiz, bezubitkaga qo'ydingiz, borib o'sha take profitingiz urgan bo'lsa pastdagi va so'ngra mana shu modelni o'zida ishlab bo'ldingiz 5 RR, undan keyin biz bilgan harakat, ya'ni model shakllandi, undan so'ng sell harakat bo'ldi va yana qaytib kelganida sizda qo'shimcha tasdiq bo'ladi. Mana buningiz ishlab berganligi sababli siz kelajakda buni SRT nuqtada belgilab olasizda va narxni kelajakda aynan attempt full 50% dan emas, 100% dan emas, aynan mana shu SRT nuqtasi bo'ladi o'zini.
Bu yerda mana bu holat. Aynan mana shu SRC nuqtasiga kelganidan so'ng boshqa bir manipulation shakllanishini kutasiz va o'sha manipulyatsiyadan yana o'z savdo amaliyotlaringizni bemalol amalga oshirasiz. Misol tariqasida biz sizlar bilan oddiy EuroUSDdagi oddiy grafikni olib qaraymiz. Bu o'sha o'tgan hafta bozordagi grafik manimcha va mana shu grafikda biz sizlar bilan o'sha Mr. Kazinoning kitobida belgilangan 50% dan qaytib kelishda retest bo'lgan holatini birinchi ko'rib chiqamiz. Mana bu holatda, mana bu yerlarda va undan keyin sizlar bilan CMCni, ya'ni shamni o'zini aynan manipulyatsiya point haqida gaplashamiz va ularni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda ko'zimizga tashlanayotgan attempt to shami mana bu yerdagi attempt to shami. Siz buni agar o'sha Kazinoning kitobi bo'yicha 50%, 100% deb belgilab oladigan bo'lsangiz, narx bu yerga umuman kelmagan va siz katta ehtimollik bilan mana bu harakatni o'tkazib yuborgan bo'lar edingiz. Agarda boshqa bir tasdiqlarsiz, ya'ni o'sha order bloklar yoki bir boshqa tasdiqlarsiz, likvidlarsiz ishlamaganingizda aynan siz mana bu attempt to shamni o'zini tasdig'ini o'tkazib yuborgan bo'lardingiz va katta ehtimollik bilan bu yerda bitim ochmagan bo'lar edingiz. Ana endi candle manipulation ssenariyoga keladigan bo'lsak, bu yerda barcha, ya'ni A tasdig'imiz ham va B tasdig'imiz ham bo'lganligi sababli, bundan oldin aytdim, kelajakda siz mana bu zona sifatida va kelajakda narx mana shu yerga kelib, mana bunday harakat amalga oshirilishini tushungan bo'lar edingiz. Aslida mana bu holat ham o'sha candle manipulation ssenariyoni boshqa bir ssenariysi. Ya'ni bu yerda biz bilgandaqa ko'ryapmiz, e'tibor berishimiz mumkin. Maksimum point yangilanmagan, lekin buni boshqa bir pointi bor, tasdiq pointi. Bu emas, attempt to shamni minimum emas. Boshqa tasdiqlar va mana shu tasdiqlarga ko'ra siz bu narsada yana bir marta boshqa CMC model hosil bo'lganini va bu yerda sell side signal sizga borligini tushunishingiz kerak bo'ladi. Ana endi pastga qaytamiz. Mana bu attempt to shami, ya'ni 50%. Mana bu 50% ko'rishimiz mumkin. Yaxshi harakat bor siz uchun buy side, balki mana shu yerda ishlagan bo'lishingiz mumkin edi. Bu endi bizga qorong'u bunisi. Ana endi mana bu harakatni o'zi, bu ham attempt to shami, lekin mana bu harakatni o'zi bizda candle manipulation ssenariyo bo'lib bo'lgan. Ya'ni biz bu yerdan o'sha retestni kutishimizni bilamiz. Ana endi attempt to shami sifatida o'zini ko'radigan bo'lsangiz, yana o'sha holatni o'tkazib yuborgan bo'lar edingiz. Ya'ni bozorda agar siz ko'p kuzatadigan bo'lsangiz bunaqa holatlarni, ishlash ehtimolligi iloji boricha, ya'ni kazinoda yaxshi, CMCda yomonroq yoki kazinoda yomon, CMCda yaxshi demayman. Har bir konseptni o'zini qulayliklari, o'zini noqulayliklari bor, lekin siz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi menimcha. Aynan mana shu modellarni ham, bu modellarni o'zini, ya'ni funi 7 xil ko'rinishi bo'lsa, mana bu modelni ham o'ziga yarasha 7 xil ko'rinishi bo'ladi. Ko'rdagilar buni biladi, aynan qanday holatlari borligini. Ya'ni attempt to shamida o'zimiz biz biladigan klassik holatdagi ishlashlar ko'p holatlarda nima bo'ladi? Boshlang'ich, ya'ni endi Mr. Kazinoni o'rganayotgan bo'lsanglar, sizlar qiyinchilik nimada bo'ladi? Qiyinchilik aynan attempt to shamni o'zini tushunishda, ishlatishda va mana bunday holatlarga duch kelib qolsak, biz attempt to shamlar ko'p holatda ishlamayapti-ku, mana bunday holatda ham ishlamayapti-ku, attempt to shamlar nega unday bo'lyapti degan savollar ko'payadi va siz bu yerda tushunishingiz kerakki, ya'ni attempt to shamni o'zini ishlatishingiz biroz noo'rin bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi attempt to sham shakllangan bo'lsa va biroz pastroqda boshqa fu shami shakllangan bo'lsa, bu sizga nimadan dalolat beradi? Mana bu attempt to shamni kuchi deyarli yo'qolganligini va ko'proq buy side bitimlar mana bu yerda amalga oshirilganligini va kelajakda siz mana bu attempt to shamidan siz biladigan reaksiyani kutish ehtimolligi juda ham pastligini tushunishingiz kerak bo'ladi. Ana endi CMCda ishlashni qulayligi nimada deydigan bo'lsak, nimaga biz o'rganishimiz kerak? Baribir o'sha kazinoda ham shunday ishlasak, bitimlarimiz deyarli bir xil bo'lsa, CMCni biz nima qilamiz o'rganib deydigan bo'lsanglar, tushuntirdim. Entryni CMCda, ya'ni kazinoda agar sizlar qaytib kelishini, narxni aynan mana shu zonaga qaytib kelishini kutadigan bo'lsanglar, narxni qaytib kelishini, so'ngra retestini kutadigan bo'lsanglar, CMC model shakllanayotganda biz bitim qilamiz. Ya'ni aynan narx mana bu pointni yangilaganidan so'ng lower time frame ga o'tib, iloji boricha entry qilsak, stop lossimizni mana bu yerga qo'yamiz va o'zimizni bitimlarimizni amalga oshiramiz va iloji bo'lsa agar stop lossni ichkarida qo'ysak ham bo'laveradi. Maqsad nimadan iboratki, siz ya'ni CMC modelini shakllanganida bitta entryni qilasiz allaqachon. Ya'ni mana bu yerda agar entry qilgan bo'lsangiz, stop loss nuqtangiz, entry nuqtangiz bo'ladigan bo'lsa, take profits nuqtangiz 5 RR bemalol chiqadi mana shu yerda. 5 RR ga siz bemalol ishlaysiz, savdo qilasiz bu yerda. Ana endi siz mana bu harakatni o'zida 5 RR harakat ushlaysiz, so'ngra tasdiqlar mustahkam bo'lganligi sababli narx qaytib kelganda yana bitim ochadi. Tushundingiz? Kazinoda siz agar faqatgina mana bu yerda bitta bitim ochadigan bo'lsangiz, CMC
candle manipulation ssenariolarida siz bozor berayotgan imkoniyatlardan maksimum foydalanasiz. Ya'ni mana bu yerda bitim ochasiz, mana bu yerda bitim ochasiz yana bir marta. Ya'ni bir manipulyatsiyani o'zida kimdir 5 harakatni ushlaydigan bo'lsa, siz ana shu manipulyatsiya harakatda siz ikkita harakatni, ya'ni ikkita 5 dan 10 harakatni ushlash ehtimolligingiz yuqori bo'lganligi uchun ishlatasiz xolos bu narsa. Bo'ldi shu. SRC'da ishlashning qulayliklari, ya'ni tushundinglar degan umiddaman. Holatni, yuzaga kelayotgan manipulyatsiyadan, bozor berayotgan imkoniyatdan, opportunitydan sizlar maksimum darajada foydalanasizlar, SRC modellarini ishlatsanglar. Attempt Fushamini tushundinglar degan umiddaman. Faqatgina bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak Attempt Fushamlarida. Attempt Fushamlari iloji boricha weak rejection, ya'ni liquidness shami bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi, tasdiqlari o'sha o'zidan oldingi shamni ma'lum bir pointini yangilaganligi. Tasdiqlardan yana biri Attempt Fushamini bu shamni soyasi tanasiga qaraganda nisbati biroz kattaroq bo'lishi, ya'ni mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, ya'ni shamni soyasi tanasiga qaraganda ancha kattaroqligini tushunishimiz kerak va iloji boricha mana shu holatdagi Attempt Fushamlarni biz kelajakda ishlatishimiz kerak bo'ladi, aynan mana bu holatdagilarni. Agarda sizlarda ya'ni mana bunday holat yuzaga keladigan bo'lsa yoki bo'lmasam shamni tanasi bilan soyasi deyarli bir xil holat bo'lib qoladigan bo'lsa, ehtimollik bilan sizlar nima qilishinglar kerak, tushunishinglar kerak. Bu yerda iloji boricha Attempt Fushamidagi biz bilgan holat emas, balki weak rejection, ya'ni boshqa bir ma'lum retailerlarni likvidlari borligini va bu yerda institutlar iloji boricha hech qanday order ochmaganligini signali bo'ladi sizlarga. Mana shundan foydalanasizlar degan umiddaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Bugungi darsligimiz shu edi. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.